Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, do'stlar, kanallarimiz kuzatuvchilari. Bir xonali kvartirani obzorni qilib beramiz. Vнимательно eshitib kuzatinglar. Korobka holatda 170 million so'mga chiqqan. Kvadrat metrni keladigan olsak, 29 kvadrat metrdan iborat bo'ladi do'stlar. Yo'lning usti joylashgan yerimiz, lokatsiyamiz Sharq bozor yonida. Yana bu Speed Center biladi hamma. Shu yerdan giramiz, to'g'ri borib, o'ng'aylanganda 3 etajli domning 2-etajida bo'ladi. Yurtdoshlar, marshutkasi, gazi, suvi, svetidan, transportlaridan muammosi yo'q. Kelib ko'raverasizlar, savdolashib olaverasizlar. Girib obzorni qilib beramiz, layklarni bosib kuzatinglar, qani ketdik. Do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Ikkinchi qavatda bo'ladi, 29 kvadrat metr. Girish qismimiz stяжкасы, suvog'i, montaji qilingan bo'ladi. Ya'ni sanuzel, bu yerda kuxnyamiz, bu yerda spalnyamiz bo'ladi yurtdoshlar. Bir xonali kvartira. Alınlar gelenle geliştirip, gelişip, remont qilib, sazlab yaşayverasizlar yurtdoshlar. Like'larni bosib beringlar. Bir xonali kvartira narxini ko'rib yana murojaat qilaverasizlar yurtdoshlar. 170 million so'mga bir xonali kvartira yo'q hozir. Salomat bo'ling, keyingi videolarımizda görüşünce xeyr.